Senga taqdim Allohdan baxting muborak bo'lsin. Ostonasi tillodan taxting muborak bo'lsin. Yangi fayzli koshona uylar muborak bo'lsin. Yangi fayzli koshona Senga taqdim Allohdan baxting muborak bo'lsin. Ostonasi tillodan taxting muborak bo'lsin. Yangi fayzli koshona uylar muborak bo'lsin. Yangi fayzli koshona O'rtoqlar, haqiqatni ko'rsatish vaqti yetib keldi. Bu bir. Bu ikki. Va uchinchi haqiqat. Ko'pgina muhokamalarga sababchi bo'lgan mana shu narsa bo'ldi. O'rtoqlar, bilasizlar, sahnada rol o'ynash va obrazda bo'lish oson emas, lekin bunda yurish ham menga oson bo'lgani yo'q, o'rtoqlar. Biz rolimizni bajarib bo'ldik. Shunchaki rol. Akradarsın, gönlün sağlasın, ona ne sağlasın, gökte sen gideriz, ama yüzünde, gökünde sağlarsın. Azizlar, mana shunaqa yangiliklar bo'ldi. Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Kutilmaganda chaqirtirib, mana shunaqa ajoyib, go'zal ko'krak nishonlar bilan meni taqdirlashdi. Ilohim bardavom bo'lsin. Senga taqdim Allohdan baxting muborak bo'lsin. Ostonasi tillodan taxting muborak bo'lsin. Yangi fayzli koshona uylar muborak bo'lsin. Shodiyona to'yxona to'ylar muborak bo'lsin. Yor yora beg'ubora chiroyli baxt senga bo'lsin xaridori. Hayajonlanmay oldingizda aynalib ketdik. Kelinni oldiga 32 kishilarni ko'rsatdi. Kulib chiroyli bo'lib kelinglar tag'in. Kelin boshamiz qochib ketmasin o'zim olgalim. Sizni qutladim. Qarsiylarni zo'r. Hamisha shu keliningiz bilan faxrlanib yuring. Sizga o'xshatib ko'p yaqinlik topsiz kelinni ham. Voy qadamizda eksklyuziv dalalar muborak bo'lsin. Mikrofonni yerim bilan qarshi bermay qoldi. Mikrofon so'zi cheki o'chmas. Doirachilikka gapirmayman. To'g'risi, yaxshi ham doirachim bor yonimda sog' bo'lsa. Qanday yashay, voy o'zim Aslimardan qaragan, qo'yqachon deb so'ragan, ekstrlardan so'ragan, pozitiv, aktiv bo'lajonlar. Topgan yoringiz bilan baxtli bo'ling, qo'sha qarang, to'ylar muborak bo'lsin. Xursandmisiz? O'zim o'rganing. Kulib kelmaysizmi? Voy bizni gazdan, svetdan yo nalogdan kelganimizda yo'q kechma. Ochilib bering. Bo'ptimi bugun to'y? Rahmat boringizga shukr. Shuni aytib o'tirdim. Kuyov bilan adashib ketdilar, to'g'ri. To'ylar muborak ey yor jonim. To'yona bo'lsin tanbirla jonim. Yoray yoray
quloqdan baxting muborak bo'lsin ostonasi tilodan taxting muborak bo'lsin yor yora beg'ubora chiroyli baxt senga bo'lsin xaridor yor yora beozora umring bo'yi yoring bo'lsin vafodor alla bolam alla jonim bolam alla seni bergan Robbimga hamdu sano alla Assalomu alaykum azizlar. 2026-yilni birinchi xizmatiga tayyorgarlik. Makiyaj прическаlar tayyor. Bazaviy oq rubashka lassina. Taqinchoqlarim. Variantlar juda ham ko'p, lekin shu Gucci'ni rosa yaxshi ko'raman. Tak, choker, zirak. Qaranglar qanaqa zo'r turdi rubashkani ustidan. Xuddi rubashkani tugmachasiga o'xshaydi. Обязательно bitta uzun taqamiz. Boshqa kerak emas. Va palto. Versace. Самое главное, обязательно sumka. Tashqarida bo'lmadi deganda 2 soat xizmat qilaman. O'shaning uchun удобный oyoq kiyim. Тоже Versace. Все. Va обязательно Louis Vuitton Rostavens. Voy o, muzikalar eshityapsizlar. Rahmat. Hammaga yangi yillar muborak bo'lsin. Xush kelibsizlar. Voy o, shuncha shirinliklar. Azizlar, mana Xudo xohlasa yangi yilimizni birinchi xizmatlari ham boshlandi. Birinchi xizmatimiz kelin kuzatish, kuyov navkar, kuyovlarimiz ham tayyor turishibdi. Bizni yangi yor ashulamiz ma'qul kelgani uchun bizni mana shunday go'zal to'ylariga sherik qilishdi. Otam yig'lab qoldi deb o'ksibma qiz o'ksibma onam yig'lab qoldi deb g'am ortiga berkinma bugun baxtli kuningdir bir tabassum qilsangmi chin shahzodang yoningda sen malika borsingmi Hammalarni to'y bo'lsin, to'yga boraylik. Alloh. Darvozani ochinglar, yo'liga gullar sochinglar, kelin boshqa kelodir, asta yo'ldan qochinglar. Salom dodim aziza, xush omaded xonadon, to'yo muborak shavat, beton mehmoni do'ston. Yor yoniga ibo bilan kelibdi, yorining xonadoniga hayo bilan kelibdi. Yor yora beg'ubora
Qizingizni olib keldingiz, uzatib, o'zim o'rgili, Alloh rozi bo'lsin. Qizingizni ketlaridan hamisha yaxshi gaplarni eshitib yuring, ilohim. Niyat qilgan ekanlar Xudo xolamiz mana bizning to'ylariga sherik qildilar, Xudo xolasa. Yana bitta qizlarimga aytaman dedilar, Xudo xolasa. Beshik olib kelishlikni Xudolarimizga nasib etsin. Beshik to'yiga sizni ham taklif qilamiz. Voy yashang, yashang. Ilohim, bironta to'ylar mensiz o'tmasin, aylanib keting. So'g'ani xuddi menga berayotgandek baqirishingizni qarang, yangajon, o'zim o'rgilib ketay. Salomat bo'ling, yanga. Shirindan shirin farzandlarning ota-onasi bo'lsa, shu go'zal to'ylarga havas qilganlar bitta qarsi chalib qo'ysin. O'rtoqlar, 3-to'yxonaga ham yetib keldik. Alhamdulillah. Vaqtimiz bor ekan, shunga ananas yosh ko'raman deb chidolmadim, yeb turamiz shuni. Toza norkalardan olib kelib spesiyalarga pesi qo'shilsa. Qo'g'irchodek qirolichamizni chaqiramiz. Rendini blyuzinglar olib kelibdilar. Qo'sha qaring. Ay, o'zim o'rgili, meni ham esdan chiqarmaganingizni qarang, o'zim aylani. Satindo'q xaridori, yigitlarning sardori. Qabul qiling yo'g'ini, sizga salom yor. Cho'zing, barmoqlaringizni cho'zing. Voy, bo'shamas ekan. Ana, qo'yami bor bo'lsin. Festivaldan qaragan, voy qachon saragan. Festivaldan qaragan. Qo'shnilar. Qabul aylasin qo'shnilar. Sizga salom yor. Xizmatda yurgan otalarimiz. Sizga salom yor. Albatta xizmatda yurgan o'shda kitoblarimiz bor. Darrov beraverasizlar. Xudo xohlasa shu eshikdan kim kirgan bo'lsa, hammaligini xursand qilamiz. Bu yerda kelin tomon to'lib toshib ketdi. Alloh rozi bo'lsin. Ilohim to'kilganini o'rni to'lib. Eng ko'p pulni o'zimiznikilar qistirdi. И решили подарить подарок Мальдивы. Неделя отдыха. После Нового года отдохнули, кайфанули. На песке сделали красивых детей. Поздравляем! Bizning blogerlarimiz o'tirishdi. Sizlar uchun alohida Azizbek Qozog'iston shou-biznes. Присоединяйтесь. Toshkent shou-biznes вместе. Qabul qiling azodatlarni. Sizga salom yor. Baxtli bo'ling yo'g'ini. Sizga salom yor. Qarsa chalib qo'yamiz. Молодцы, ребята. Ikramjon, shirindan shirin farzandlarning ota-onasi bo'l. Yoningizda turgan xalqimizning sevimli bloger Dilshod Jo'rayev qarsa. Okey, kartani berasiz, kodini aytasizmi? Ana topdim. O'rtoqlar, mashinaning ichida formalarimni almashtirib oldim. Chunki 3-to'yxonada kelin ko'kda ekan. 2 qizlar yopman. Navbatdagi to'yxonamiz Osiyo Grand.
O'rtoqli 3-kelinchigimiz Telegramdan kiyimlarini jo'natuvdilar. Qanchalik mos kelganini ko'ringlar. Mana o'g'illarimga ham shunaqa chiroyli yor, menga kelin emas, shunaqa chiroyli qizlar nasib qilsin. Kelin poshamiz Kamilaxonga yangi oila muborak bo'lsin. Voy ko'z tegmasi o'zinglar haligacha kelin kuyovlarga o'xshaysizlar. Super priz! Kuyovimiz zo'r o'tirgan ekan o'ynayman deb o'ynayib ketdi. Satir to'pli xaridor, yigitlarning sardori, qabul qiling yo'qola, sizga salom yor yor, baxtli bo'ling yo'qola, sizga salom yor yor. Hozir ko'kmi? Qizil hozir. Osiyo ko'k. Qizil dedi, Sami. Birinchidan Shohsaroyga qizilni yetmadi. Osiyoga moslab kiyib keldim. Men hozir ko'p hali kelin kiyyaptim-yu, hali vaqt. Kiyinib bo'ldi. Kiyinib e'lon qilib ketdi. Yuguring. Voy ketdi. O'rtoqlar yetib keldi, xudo xohlasa mana. Toshkent xizmatlarimiz davom ettiramiz.